Assalomu alaykum. Kia Sorento gibrid avtomobilimiz 2022-yil atigi 10 000 kilometr yurgan xolos. Benzin hamda tok gibrid avtomobil. Narxi 40 million 900 ming won. Dollarga 28 ming dollar bo'ladi. Mashina yangi, atigi 10 000 kilometr yurgan. Kia Sorento gibrid yaxshi ko'rgan akalarimizga mana mashinani ideal holatdagi salonlari qanday? Nima deyapti salon? Rashiy ideal holatdagi avtomobil. Orqa signali isitadi. Bu yoqda yana bitta o'rindiq mavjud. Eshik ключевой достуp. Elektronniy sidina. Palasani ushlaydi mashina. Atigi 10 421 kilometr yurgan. Bichakli Escorts, avtohol tapsa parking, 360 kamera, dumliga ushlab turadigan funksiyasi ham mavjud. Monitor, black box IPS, panorama tom. Qorong'ida yaxshi ko'rinmayapti. Panorama tomi ham bor. Signallarda rangi nima deyapti? Matdi yog'ochlar nima deyapti? Eshikdagi paneldagi yog'ochlar. Eksportga ham zo'r keladi bu mashina. Kraska toza. Qirilgan joylari yo'q. Ideal holatda. Gibridlar rastamashkasi unaqa ko'p chiqmaydi. Kimga qiziq bo'lsa, eksport qiladigan joy ham bor. Nomerini beraman. Bemalol bog'lanib so'rashlari mumkin. 28 ming dollar, 40 million 900 ming won.